O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston respublikalarini bayroqlarini olib, dunyodagi eng sovuq o'lka bo'lgan Antarktida tog'iga bittama-bitta o'rnatib sanchib kelgan inson. Kim deb o'ylaysizlar? Bu albatta Abdurahmon Fozilov bo'ladi. Olg'a O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Ruxsat bersanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu insonni ta'riflab o'tirishning hojati yo'q. Chunki Abdurahmon Fozilovning haqiqiy muxlislari juda yaxshi bu insonni biladi. Qolaversa bu videoni umuman mana shu qo'shni respublikalarga ham tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Bittadan like bosib, poddeshka qilib yorib berasizlar. Bizni obunachilar juda ham ko'pchiligi mana shu Abdurahmon Fozilovni reklama narxini so'rashgandi. Hozirroq barchamiz birgalikda bilib olamiz do'stlar. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, qarang, bizni bitta do'konda reklama qilib berish narxi nechi pul aka? O'zi narxi 13 million so'm pul bo'lyapti aka. Bitta post narxi. Do'koningiz. Yo'q, post olmayapmiz hozir. Faqat istorismi? Faqat stories aka. Bitta istoris nechi pul hozir? 13 million so'm. 13 million so'm. $1000 ekanda shunaqa? Shunaqa to'g'ri keladi. Postga umuman iloji yo'qmi aka? Yo'q. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz Abdurahmon Fozilovni reklama menejerlari bilan bog'lanib ko'rdik. Postga umuman reklama olinmas ekan, bitta stories narxi $1000, ya'ni 13 million so'm qilib belgilangan ekan. Bu juda ham chiroyli narx. Aynan Abdurahmonning auditoriyasi, Abdurahmon akaning auditoriyasi bu juda ham chiroyli auditoriya hisoblanadi. Aka joningiz omon bo'lsin. Reklama beradiganlar bo'lsa, bemalol akaga murojaat qilinglar, yorib beradi o'zlari. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Keyingi video kim bo'lishini xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo. Sog' bo'linglar.